Kristof Rixak YouTube, Twitter qatarlıq ictimai aloqa munbarlarida Xitoycha Leica Lowli taxalluslari bilan tonilgan Germaniyalik sayyoh. Uning Beijingdan Urumchiga bo'lgan 4646 kilometrlik piyoda safari haqida Xitoycha va ingliz tilida ishlangan Uzun yo'l nomli bir qancha qismdan tarkib topgan hujjatlik filmi 2009-yildan boshlab keng tarqalib zo'r qiziqish qo'zg'agan edi. Kristof Rixak әпәндінің YouTube to'ridagi filmlardan ma'lum bo'lishicha, u Germaniyadagi Benendorf nomli kichik bozorda o'sib yetilgan bo'lib, uningda kichigidinla cho'ng shaharlarga berib o'xshamagan yurtlarni ko'rish, dunyoni kezish orzusi kuchli bo'lgan ekan. U o'rta maktabdagi mazgildila, ya'ni 16 yoshida Amerikaga kelib, 1 yil ingliz tili o'rgangan. Keyin yurtiga qaytib, o'rta maktabni tamomlagan yili u yana Fransiyaning Paris shahrida bir tarafdan ishlab, bir tarafdan fransuz tili o'rgangan. Halbuki bu mezgillarda uningda Parijdan yurti Benendorfga piyoda qaytish istagi qo'zg'algan. Natijada u hayotida tunji qitimliq 10 necha kunlik mushaqqatlik piyoda safar orqali Parijdan yurtiga qaytib kelib, ota-onasi va urug' tuqqanlarini hayron qoldirgan ekan. Parijdan piyoda qaytib kelgandan keyin Germaniyaning Myunxen universitetida siyosat, tarix va xitoyshunoslik kasbida 2 yil o'qigan Kristof Rixak 2005-yili 22 yoshida Xitoyning Beijing kino institutiga Xitoy tili o'rganishga kelgan. U bu mezgilda Xitoyning Shanxay, Guangzhou qatorliq cho'ng shaharlarda ko'p qitim sayohatda bo'lgan. U o'zi sızgan safar xaritasi bo'yicha 2007-yili noyabr oyidan 2016-yilgacha o'xshamagan vaqt ichida bir qancha bo'lak bo'yicha Xitoydan Germaniyaga piyoda qaytish safarini davom qilgan. Uning bu safardagi eng uzun masofa 1 yil davom qilgan Beijingdan Urumchiga qaytish yo'lidagi 4646 kilometrlik piyoda safari bo'lgan. Uning 2007-yili 11-oyning 9-kuni Beijingdan boshlagan birinchi qitimliq piyoda safari 2008-yili 10-oyning 25-kuni Urumchida oyoqlashgan. Uning Beijingdan Urumchiga piyoda yurish safaridagi sarguzashtlari e'lon qilingan programmalarning ko'rish qitim soni eng ko'p bo'lib, necha milliondan eshib ketgan. Kristof Rixak әпәнді bilan o'tkazgan suhbatimiz uning Beijingdan Germaniyaga piyoda qaytish safarida uningga uchirgan Uyg'urlar va Uyg'ur diyori haqidagi ta'sirotlar to'g'risida bo'ldi. Uning bildirishicha, u Beijingdan boshlagan piyoda safarida 2008, 2010, 2012 va 2016-yillari ilgir-oxir 4 qitim Uyg'ur diyorida safarda bo'lgan. Kristof Rixak әпәнді bu haqda mundaq dedi. 我是08年第一次到了新疆，从新兴峡到了乌鲁木齐，然后10年的时候又从乌鲁木齐到了奎屯乌苏那边，然后12年的时候从乌苏到霍尔果斯。Ben 2008-yılı birinci qatim Şinjan'a piyoda bardım. Bunun da Şinşinşadan Ürümçi'ye bardım. 2010-yılı Ürümçi'den Kuytun ve Şiho'ga piyoda bardım. 2012-yılı Şiho'dan ili tarafdaki Qorgas'a bardım. 2016-yılı yana Şinjan'a berip Qorgas Eğiz'den O'rta Osiyoga chiqib ketdim. Bu mening ashu safarda Şinjan'da turgan mezgillerim. Kristof Rixak әпәндінің Xitoydan Germaniyaga piyoda qaytish safari haqidagi filmlardan ma'lum bo'lishicha, u o'zi belgilagan xarita liniyasi bo'yicha Uyg'ur diyorida piyoda safarini davom qilish jarayonidagi dam olish mezgillari deganni maxsus Qashqar va Xotandimi ziyoratda bo'lgan. U safar haqidagi filmlarda o'zi uchirgan Uyg'urlar va Uyg'urlarning o'zgacha turmush odati va mazalik Uyg'ur taomlarining uningda unutilmas ta'sirotlar qoldirganligini alayda tilga ilib o'tgan. Ammo ziyoratimizni qabul qilgan Kristof Rixak әпәндінің bildirishicha, u Beijingda turgan mezgillarda atrofdagi Xitoy tonishlaridan Uyg'urlar haqidagi salbiy tashviqotlarni intayin ko'p anglagan. Bu sababli u Uyg'urlarning kaboblarini yeyish uchun Uyg'urlar ochgan oshpuzullarga berib g'izolangan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar haqidagi tushanchisida Uyg'urlarga yaqinlashmaslik, hatto ulardan qo'rqish tuyg'usi kuchli bo'lgan ekan. Kristof Rixak әпәнді Uyg'urlar haqidagi ta'sirotingiz qanday bo'lgan edi degan savolimizga javob berib mundaq dedi. 让我老实说，我吃羊肉串kebab 的那个人他是哈萨克族人，
也是来自新疆的，但是不是维吾尔族人。 Rostini aytsam, men Beijingda kaop yigili bardigan joyning egisi Qozoq millatidan edi. O Xinjiangdan kelgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur emas edi. Ba'zida boshqa Uyg'urlarning kaopxonalariga boratdim, ammo ular bilan paranglashmaydim. Bir necha ziq kaop yebla qaytatdim. 我第一个影响其实不是很好，最开始，因为最开始我跟维吾尔族人相处是 Chunki mening Uyg'urlar haqidagi dastlabki taassurotlarim yaxshi emas edi. Men dastlab ko'rgan Uyg'urlar Xitoyning sharq tarafdagi shaharlarda o'zguchi tort sotadigan, ya'ni so'qmoq sotadigan Uyg'urlar edi. Men 2005-yili Beijingga borgan mezgilimda u narsani yeyishdan va ular bilan so'zlashishdan qo'rqatdim. 我周围的汉族人，包括外国人都跟我说那些人是骗子。 Atrofdagi Xitoy tanishlarim, hatto chet elliklarni menga ularni aldamchi deb ta'riflaydi. Ular menga sen o narsani yemoqchi bo'lsang, ular nayt cho'ng bir parchani kesib, seni ilishga majburlaydi. Sendan intayin ko'p pul elib olmoqchi bo'ladi. Agar sen ilishni rad qilsang, uning bir qancha shaykillari yopirilib keladi. Oqibati yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgan edi. Shunga men dastlabki mezgillarda ulardan biroz qo'rqatdim va orliq saqlaydim. Kristof Rixak әпәнди yana keyin o'zining piyoda yurish safarini boshlamoqchi bo'lgandimi? Uning bu plandan xabar topgan Xitoy tonishlarining uni bu safarda Uyg'urlardan ogoh bo'lishga undaganligini bildirib, yana mundaq dedi. 后来我决定要徒步，当时我对新疆我就不了解，我没有去过。 Keyin men piyoda safar qilish qaroriga keldim. Ayni chog'da men Xinjiangni bilmaydim, chunki u joyga berib boqmagan edim. Men piyoda safarimni boshlashdan ilgari berib boqqan eng g'arbdagi joy Donghuang edi. Men shu chog'dagi poyezd safarimda Uyg'urlarni uchratmagan edim. Keyin men piyoda safarimni boshladim. Shanshidan va Shanshidan o'tdim. Keyinchi Ningxia va Gansuga bordim. 等我到了大概甘肃的时候，当地人呢，他们开始警告我说：“哎，这儿还好，但是你要是到了新疆的话呢，首先是地广人稀，就是戈壁滩嘛，危险。” Gansuga yetib borganimda yerlik kishilar meni ogohlantirib, bu yerlar har holda yaxshi, ammo Xinjiangga borganingda u joylar poyonsiz va odamshalong cho'l jaziralar. U joy intayin xatarli. 其次是那儿的人呢。 你要小心，那儿的人呢脾气大。 Ikkinchidan u yerdagi odamlardan ogoh bo'l. Ularning mijozi qo'pol, aldamchilar ko'p. Har xil zo'ravonliklar yuz berishi mumkin. Sen ogoh bo'l degan edi. Ammo men qarorimni berib bo'lganim uchun qanchalik xatar bo'ladi deb qaradim va yanala shu liniya bo'yicha menishni qaror qildim. Chunki men u chaqda allaqachon Xitoylarning bir ishlarni oshirib deydigan xarakterini bilib qolgan edim. Ular boshqalarni nayt qo'rqinchli qilib ta'riflashga, boshqalar haqida jillar hikoyasini aytishga amroq edi. Albuki Kristof Rixak uchun Gansuning Shingshingshadan qumulg'ichi bo'lgan musobada uningga safardosh bo'lgan tunji Uyg'ur bilan bo'lgan safar jarayonidagi uqishmaslik kutmagan natija bilan oyoqlashgan. U bu safarning uning Uyg'urlarga bo'lgan ilgirki salbiy tushanchalarining burilish nuqtasi bo'lganligini mundaq qiziqarli bayon qildi. 走到新兴峡那边就会到哈密，不到新兴峡，我第一个碰到的维吾尔族人，我最开始我特别害怕，我跟你说，那个人是在 Shingshingshadan o'tsamla Qumulga boratdim. Bu safarimda men Shingshingshaga bormay turib, tunji uchrashgan safardishim bir Uyg'ur bo'ldi. Sizga desam, men dastlab uningdan nayt qo'rqdim. U kishi Gansuning Luyan degan kichik bozordan Shingshingshaga berish uchun chiqqan safarimda men uchirdi. Luyandan Shingshingshaga 150 kilometr yo'l bor edi. Bu yo'lning hammasi cho'l jazira bo'lib, odam yo'q edi. Ayni chog'da men qo'llarimga 3-4 kunlik ozuqlarimni besib yo'lga chiqdim. 那个时候有一个40-50岁吧，穿着很一般的 Shu 皮鞋， chog'da 衣服都 40-50 是一 yoshlarda 般的， bo'lishi 不是 kerak. 那 Intayin 种户 oddiy 外 bir 用 qurum 皮 oyoq 啥 kiygan, 说要 kiyimlarimi odatdagicha bir kishi men bilan mangmoqchi ekanligini bildirdi. Men dastlab uning qandoq uyi borligini bilolmadim. 他自称维吾尔族人呢，然后 U o'zini Uyg'ur deb tanishtirdi. U menga yamidigan Xitoy tili bilan o'z maqsadini uqtirgan edi. 而且有很多抱怨说他本来投资一个什么铜矿，然后被汉族人骗了。 U suhbat jarayonida o'zining Xitoy davlati va Xitoylarga bo'lgan noroziligini ifodalaydi. U o'zining asli bir miskiniga mablag' solganligini, ammo Xitoylar tarafidan oldinib barliq pulini Xitoylar aldab elib olganligidan shikoyat qildi. Ondan Xitoy davlatining uningga yaxshi muomala qilmaganligidan og'rindi. 然后后来他开始问我说：“你这个身上有多少钱？”
周围没有人，你问我身上有多少钱，我就开始着急。 Andın o menden, senin yanında qanchalik pulun var dep sordu. Onun o adamzatsız bu çöllikte mening pulumni so'rashi meni andishiga soldi. Ammo u yana meni xotirjam bo'lishga undab, o'zining yuk avtomobil shofiri bo'lgani uchun yo'ldagi avtomobil shofirlarining hammasi uning do'st ekanligini va har vaqt yordamga to'xtash mumkinligini bildirdi. U mening pulimni so'ragandan keyin men uningga yinimda 50 so'm xalq puli borligini aytdim. Meni anshiratgan uning mening yinimdagi pulga qiziqishi edi. 一边他喊那种口头禅，我听不懂，我以为他是那种极端伊斯兰教那种恐怖分子或者啥。 Keyin yana uning yo'l bo'yi ichida oyat o'qib ibodat qilib mengayotganligini sezishga boshladim. U amin amin deydi. Ammo men uning nima deyotganligini bilolmadim. Men uni radikal islom terrorchilarimikin deb faraz qildim. Men uningdan sen nima qilyapsan deb so'radim. U sening pulingni hisoblayapman deb javob berdi. Men uningga sening mening pulimni hisoblash haqqing yo'q. Bu mening pulim dedim. Men yana bu sening ishing emas. Sen mening uchun boshqa turma dedim. Men bekli qo'rqib ketyaptim. Chunki qorong'i tushay deb qolgan edi. Menmo uxlashim kerak edi. Mushu chaqda u menga men endi qaytay dedi. Men undan qandoq ketsan deb so'radim. U yo'lda ketayotgan yuk avtomobillarni to'sib bo'ladiganligini aytdi. U haqiqatan bir yuk avtomobilni to'sib to'xtatdi. Ular uni taniydi ekan. Bu chaqda men dedim. Men ichimda bu odam endi mening pulimni bulamaydigan bo'ldi deb xotirjam bo'ldim. 最后一个时刻，他说：“雷克，我数了一下，你身上的钱不够。”然后他往自己裤袋里面，我就懂了他的意思。 Ammo eng oxirgi minutda u menga qarab, "Leyka, men hisoblab baqdim. Sening yanındagi puling yetmaydi ekan" dedi. Ondan yanchug'ini aqtirishga boshladi. Dal shu chaqda men uning maqsadini bildim. Asli u menga pul bermoqchi ekan. Söhbətimiz mushu joyga kelganda Kristop Rixak apandi Xinxingsha cho'lligida o'zi uchratgan tunji Uyg'ur haqidagi bayonlarini davomlashtirolmay qoldi. Uning ovozi bo'g'ildi. Birazdan keyin u hayajonlangan holda so'zini davomlashtirib yana mundaq dedi. 问我钱的问题是因为他觉得我走到哈密的时候我可能会缺钱了。第一个碰到的维吾尔族人也是很好的一个人。 这是我一直害怕，知道吗？因为我一直不知道他心里怎么。 To'g'ri, uning meningdan qancha puling bor deb so'rashi aslida men qumulga yetib borgancha puldan qiynalib qilishimdan ansiraganligidan bo'lgan ekan. Men tunji uchratgan Uyg'ur aslida intayin yaxshi bir odam ekan. Ammo men yo'l bo'yi uningdan qo'rqib menibdiman. Ilgirki tushunchalarim sababli uning ko'ngilda nimalarni o'ylaganligini bilmasligim mushundaq bir o'qishmaslikka sabab bo'lgan ekan. Sayyoh Kristop Rixak apandi o'zining Ariyultu safarda uchratgan tunji Uyg'ur bilan bo'lgan bir kunlik safardan keyin Qumul safarda uchrashib do'stlik o'rnatgan qatnash soqchisi Abduvali va Turpanning Tuyuq yezisida uni uyda turg'izgan bir oilalik Uyg'ur bilan o'tkazgan suhbatini eslab o'tdi. Kristop Rixak apandi o'zining shu qitimqi piyoda safarining uni Xitoy tashviqotlariga butunlay o'xshamaydigan texmi ko'p Uyg'urlarni ko'rish va tonish fursatiga ega qilganligini mundaq bayon qildi. 我在北京的时候，我知道有一些那种疆独分子啊，这些我知道。就像西藏也有这些，对不对？我知道有一些伊斯兰教那种恐怖分子也有，但是 Men Beijingdagi mezgilda menga berilgan ta'limotlar atalmish Xinjiang mustaqilchilari, Tibet mustaqilchilari degan iboralar edi. Men yana islom terrorchilarining borligini bilgan edim. Ammo Xinjiangning qanday joy ekanligini rostla bilmaydim. Sizga deganimdek mening anglaganlarim Xinjiang yavoyilar makoni degandek bir taraflama qarashlar edi. Keyin sizga deb bergan birinchi odamni tonigan edim. Kristop Rixak apandi piyoda mengib Ariyultuzdan o'tgandan keyin uningga uchirgan ikkinchi Uyg'ur foto surat havaskari Qumulluq qatnash soqchisi Abduvali bo'lgan. U Abduvalidan Uyg'urlar haqida ko'plagan yangicha tonish tushunchalarga erishganligini, hatto keyin o'zining uning bilan do'stlik o'rnatganligini mundaq bayon qildi. 然后第二个认识的人呢是在新金峡。 一个维吾尔族人的一个不是警察，但是类似于差不多的一个，他会查卡车他们有没有超重。 tanışgan adamimni Xinxingshaada uchratdim. U Uyg'ur millatidan bo'lib, haqiqiy soqchi emas edi. Ammo uning xizmati yo'ldan o'tgan yuk avtomobillarining ig'irlikdan oshgan oshmaganligini tekshirib o'tkazish ekan. To'g'ri, uning ismi Abduvali edi. Abduvali o'z navbatida yana foto surat tortishni yaxshi ko'radigan bir havaskor ekan. Safar jarayonida biz birga suhbatlashdik. U meni tamoqqa
taklif qiladi. Nurg'un ishlarni so'zlab beradi. 等我走到哈密的时候呢，再次出来再请我吃饭，那个时候是 Ramazan， 但是 Abduvali 一直要请我吃饭。 Piyada menib Qumulga borgandan keyin Abduvali yana alaydan kelib meni tamoqqa taklif qildi. U chaqlarda dal Ramazon mezgili edi. Shundaq bo'lsam Abduvali meni tamoqqa taklif qilib turadi. Ammo u o'zi hech nima yemaydi. Meni doim qo'g'in tavus va u yerning marujnalarini yeyishga taklif qiladi. 感觉好像是跟我之前在陕西啊或者北京啊或者甘肃我了解到的那些维吾尔族人的那些偏见的完全不一样的。 Uning menga bergan ta'siroti men ilgari Beijingda, Sanshida yoki Gensuda anglagan Uyg'urlar haqidagi bir taraflama qarashlar tufaylidan shakllangan Uyg'urlar haqidagi tushunchalarimga butunlay o'xshamaydigan bir ta'sirot edi. Kristof Rixak apandi o'zi do'stlik o'rnatgan qatnash saqchisi Abduvalidan keyin yana Turpanning Tuyuq degan yerida uni uyda turg'izgan bir oilalik Uyg'urlar bilan birga o'tkazgan kunlarini eslab, ularning Xitoylarga bo'lgan qarashlarini tuandagidek bayon qildi. 我后来在吐峪沟那边吐鲁番镇，我住一个维吾尔族人家，那个家有一个大哥。 Keyin Turpanning Tuyuq degan yerda men bir Uyg'urning uyida turdim. Bu oilada menga akademiyatlik cho'ng o'g'li, uning ota-onasi va uning kichik inisi 4 jon bor ekan. 然后那个大哥呢，他一直抱怨着说，哎，这儿没有工作。 Bu akam menga o'zining xizmat yo'qligini, Xinjiangda xizmat tepishning tasligi ustidan shikoyat qilib berdi. Xinjiangda ish fursati bo'lmag'achqa, u ichkiri o'lkalarga berib ta'limni sinab boqmoqchi bo'lgan ekan. 然后说，但是他妈妈不让他去。 我说为什么你妈妈不让你去？然后那个时候 Ammo onasi uning ichkiriga berishiga qarshi ekan. Men uningdan apangiz nima uchun sizning berishingizga qo'shilmaydi deb so'radim. 同样的偏见的说，哎呀，内地嘛，汉族人多嘛，汉族人不干净呢，汉族人是骗子多 Bu 呀， chaqda 很 u 乱 o'xshashli 呐。 bir taraflama qarshini ifodalab, ichkiri emasmi? Xitoylar ko'p. Xitoylar pokiz emas. Xitoylardan aldamchilar ko'p. Xitoylar yurti qalaymiqan. Şoň apam ensireydi. Yanıla bizning Xinjiang yaxshi. Xinjiang xotirjam va bexatar deb javob berdi. Kristof Rixak apandining qarashicha, mayli Xitoylar bo'lsin yoki Uyg'urlar bo'lsin va yoki boshqa xalqlar bo'lsin, u shu qitimqi safar jarayonida Xitoyda bir-birlarini yaklash xohishlarining ig'irligini his qilgan. U buningga Xitoy hukumatining ta'tir tashviqoti asosiy sabab bo'lgan deb qaraydi ekan. U mundaq dedi. 那个时候我了解到的是，好多人其实都是彼此的那种偏见嘛。 Bu chaqda mening his qilganim ko'plagan kishilardagi o'zaro bir-birini yaklash qarshi bo'ldi. Albatta bir kichik yezda yashayotgan Uyg'urga nisbatan aytganda, u Xi'an, Beijing qatorliq joylarga borsa, u joylar uning uchun qalaymiqan ko'rindi. U joylarda u o'zini bexatar his qila olmaydi. Aksicha aytganda, Beijing yoki Xi'andan yiroq cho'l jazira ichidagi Uyg'urlar yashayotgan bir kentga kelgandimi, o'xshashlar, notanishlik tuyg'usi bo'ladi. 尤其如果说你的媒体呀、政府啊一直告诉你他们这是恐怖分子、伊斯兰教分子，肯定会觉得不安全。但是其实实际上呢，人都 Onun üstüge sen anlayotgan xabarlar ve hükümet teşvikatlarida üzlüksiz holda ularning hammasi terrorchilar, radikal islomchilar deb tashviq qilinsa, sen albatta o'zingni xatar ichida his qilasan. Ammo amaliyotda insonlarning hammasi o'xshash. Men hech qachon Xitoyning ichkiri o'lkalaridagi Xitoy fuqarolarining menga yomonlik qilganini ko'rmadim. O'xshashli men Xinjiangdagi Uyg'urlarning menga yomonlik qilganini ko'rmadim. Kristof Rixak apandining bildirishicha, u Uyg'ur diyoridagi safar jarayonida yezlarda namrat yashayotgan Uyg'urlarni, shaharlardagi xizmatsiz Uyg'ur yoshlarini, ushaq tijorat bilan kunlik turmushning alakchiligida yurayotgan har xil Uyg'urlarni uchratgan. Bu Uyg'urlar uning xotirasida eng go'zal aslamalarni, o'chmas xotirlarni qoldirgan ekan. Albuki u Uyg'ur diyoridagi piyoda safar jarayonida yana Xitoy hukumatini eng qattiq himoya qiladigan, Xitoy hukumatining amr farmonlarini cheksiz sadoqat bilan bijo keltiradigan yana bir turkum Uyg'urlarni uchratgan. U Xitoylar tarafidan besib olingan bu zaminda bir qism kishilarning Xitoy hukumatiga bo'lgan bu xil sadoqatidan ayron qolganligini va o'zining bu ahvolni qabul qila olmaganligini bildirdi.
U bu haqda o'zining safar jarayonida saqchilarning tekshirishiga qarshilik qilganida dastlab o'ziga yordam qiladi deb umid qilgan bir Uyg'ur saqchining aksicha o'z xizmatini Xitoylardami oshirib o'rinlaydigan kishi ekanligini his qilganligini bildirdi. Uning bildirishicha, Uyg'ur saqchi uni eng qattiq vositalar bilan so'roq qilganda, u Uyg'ur diyorida faqat Xitoy hukumatiga sadoqat bilan xizmat qiladigan oz sondagi Uyg'urlarningla nisbatan yaxshi kun kechira oladiganligini his qilganligini bilib ketgan ekan. U yana Xitoy hukumati tarafidan mustamlik qilingan bu zaminda Xitoy hukumatiga sadoqat bilan ishlaydigan kishilarningla yaxshi kun kechiradiganligini his qilib ketganligini bildirdi. Kristop Rixak apandi oldi bilan o'zining Uyg'ur diyoriga kelgandan keyin bu yerdagi ko'chman Xitoylar bilan yerli xalqlar haqidagi ilgirki qarashlarda o'zgarish bo'lganligini tuandikidek bayon qildi. 我以为汉族人呢去新疆可能都是一种 Мен ilgiri Xitoylar Şinjanға баргандан keyin ularning hammasi degidek o'zini nay cho'ng tutadi deb biladi. Mening nazarimda ular mustamlikchi millat bo'lg'achqa, ularda o'zini yuqori o'rin qo'yadigan va rahat yashaydigan kishilarning kayfiyati mavjud deb biladim. Shaxsiy tasavvurimda Uyg'urlar emas, u yerdagi qozoqlar va boshqa millatlarning o'rni to'van. Ular rahatsiz yashaydi deb biladim. 不一定是这样的，有一些维吾尔族人呢。 Ammo men u yerga borgandan keyin bu ahvolning mutlaq undaq emasligini his qildim. Bir qism Uyg'urlar intayin yaxshi yashaydi ekan. 就是跟这个体制呢，好像达成了一种协议，就是他们配合。 Ular menga bu hokimiyat bilan hamkorlik o'rnatib olgandek, bu hokimiyatga moslashib olgandek bilindi. 比如说一些干部啊，或者是一些警察。 Men ko'rgan hukumat kadrlari yoki saqchilar bo'lsin, menga ular bu hokimiyatni intayin qo'llaydigandek ko'rindi. U safar jarayonida saqchilar tarafidan tekshirishga yo'liqqan bir kashmishni tuandikidek hikoya qilib berdi. 有一次我在新疆，我被警察抓了。 Bir qatim men Şinjan'da saqchilar tarafidan tutib olindim. 因为我跟他们闹起来了，就是有一些小矛盾，我脾气不好。 Shu chaqda ba'zi kichik ixtiloflar yuz bergan edi. 他们就把我抓了，把我放在宾馆，把我所有的证件呐、东西都拿走了，要调查。 Ular qilgan qo'pol muomalam sababli ular meni tutqun qilib bir mehmonxonaga solab qo'ydi. Mening barliq hujjat va narsalarimni tekshiramiz deb elib ketishdi. 调查的那个一个是汉族人，另外一个是维吾尔族人呢，一个那种高等的一个什么警察。 Meni tekshiruvchilarning biri Xitoy, yana biri Uyg'ur edi. Ular qarmoqqa yuqori darajalik saqchilardek qiladi. Kristop Rixak apandining bildirishicha, u dastlab o'zini tekshirishga kelgan Uyg'ur saqchini ko'rganda, uni o'ziga yordam qiladi deb umid qilgan bo'lsa-mu, ammo amaliyotda ishlar butunlay aksicha bo'lgan ekan. U mundaq dedi. 我当时我就看着那个维吾尔族人呢，我一直在想，那个人会不会心疼我，会不会对我稍微心软一点。 Ayni chaqda men Uyg'ur saqchini ko'rganimda, u menga yordam qilarmi? Hech bo'lmasa menga biroz yumshoqroq muomalada bo'larmi deb umidlangan edim. 我作为一个外国人呢，我到那儿了，我碰到了他们体制的一个不好的一面，对不对？ 对。 我惹了他们警察，他们把我抓起来了。那个维吾尔族人会不会看到我了？会觉得 ularning yeriga keldim. Ularning hokimiyat sistemasining yaxshi bo'lmagan bir tarafi bilan uchrashdim. Men ularning saqchilarining tishiga tegib qo'ydim. Shunga ular meni tutqun qildi deb o'ylaydim. U chaqda men Uyg'ur saqchini menga yumshoqroq va yaxshiroq muomala qildi deb umid qilgan edim. 但是其实根本没有，那个人跟其他人一样凶。我当时我就在想哈，原来这样。 Ammo amaliyotda undaq bo'lmadi. U boshqalarga o'xshashli qo'pol va rahimsiz edi. Men shu chaqda har ishlar aslida mundaq ekanda deb qo'ydim. Ko'nglimda bo'lsa, sen bir Uyg'ur turuqliq shundaq qilamsan degan o'y kechgan edi. Bu mening ayni chaqdagi ko'z tishim edi. Kristop Rixak apandi o'zining bir chatallik bo'lish sifati bilan Xitoylar tarafidan besilingan bu zaminda bu yerlik kishilarning Xitoy hukumatiga bo'lgan bu qadar sadoqatidan hayron qolganligini va uni qabul qila olmaganligini tuandikidek ifodaladi. 就我是作为一个外国人呢，我是不太好理解的。我看到他们，我觉得你这样支持这个体制的，就感觉好像是有一点你背叛了你的民族，是不是？ Men bir chatallik bo'lish sifatim bilan bu qilmishlarni toza tushuna olmadim. Men ularni ko'rganimda, sen bu hokimiyatni mushundaq qo'llagan vaqtingda o'z millatingdan yuz o'rgan bo'lmamsan, shundaqmi degan hissiyatda bo'ldim.
Kristof Rixak әпәндінің білдірішіше, u 2007 yılı 11 ayda Beijing'den Germaniyaga piyada qaytish safarini başlığınada Xitoyda ziyoratda bo'lgan chet elliklarga nisbatan vaziyat bir qadar erkin bo'lsa-mu, ammo u g'arbiy rayonga mangan siri uningga bo'lgan tekshirish va cheklamalarning bargancha eshib ketganligini his qilgan. Kristof Rixak әпәнди bu vaqtda mundaq dedi. 我是07年开始徒步的，对不对？那个时候还不是习近平那个年代，所以说 Ben 那个时候整个中 2007 国还 yılı 是比较 piyade safarimni başladım. Uçaklarda tehi Xi Jinping hükümranlık kılgan yıllar emas idi. Şu o mezgilde bütkül Xitay başkuruş nispeten kengri bir kadar echivitilgen alet idi. Uçaklarda ben Beijing'de, Şanghay'da, Guangzhou'da bolsun veya ki qayerda sayahatda bolay, qaysi mehmanxonada turgum kelse şu yerde turalaydım. Adetdeki mehmanxonalardan 2. 3. derecelik mehmanxonalar ve ali derecelik mehmanxonalarning hammasida turalaydım. Ulardan chet elliklar tursa bolamdı deb so'rash hojatsiz idi. 但是我一走到甘肃的时候呢， Ammo 第一 men 次是 mengib 在兰 Gansuga 州， kelganimda tunji qatim Lanzhouda mehmonxonada turmoqchi bo'lganimda ular meni kechiring apandim. Bu chet elliklar uchun ochilgan mehmonxona emas. Siz chet elliklar turadigan mehmonxonaga bering deb rad qildi. Men hayron qilib, chet elliklar turadigan mehmonxona deganingiz qandaq joy? Mening pulim yetmadimi deb so'radim. Ular menga bizning bu joyning chet elliklarni kutib olish salohiyatimiz yo'q deb javob berdi. 那是我第一次感觉到，哎，跟 Shu chog'da men tunji qatim bu yer boshqa joylarga o'xshamaydi ekan degan hissiyatda bo'ldim. G'arbga mangan sir bu xil ahvollar ko'payishga boshladi. Albatta, bu chog'da ular yezilarda texi bu xil boshqarish tuzumini yo'lga qo'yib bo'lolmagan edi. Uchoqlarda texi butkul Gansu yoki Xinjiangdami qattiq boshqarish tuzumi yo'lga qo'yilmagan edi. Ammo noylar va shaharlarda ahvol yana o'xshamaydi. U yerlarda qaysi mehmonxonada turishga bo'ldiganligini so'rashga to'g'ri keladi. Kristof Rixak әпәндінің білдірішіше, 2009 yılı Ürümçi'de yüz bergen 5. iyul Ürümçi qırğıncılığından keyin u 2010 yılı Uyghur diyarida 2. qıtımlıq piyada safarini başlığında vaziyat intayın ciddi halatga yetken ekan. O çağda onun körgini hamma joyni to'liq qurollangan saqchilar qaplagan. Ko'chalarda saqchi avtomobilleri, hatto tanklar charlab yurgan manzara bo'lgan. U ayni chaqda o'zi ko'rgan Ürümçi ko'chalarini va piyoda besib o'tgan yo'llarni mundaq ta'rifladi. 但是习武事件之后呢，还真的 Ammo 是 5. 完全 yildan 变化。 keyin ahvol o'zgardi. Rahatsizlikni his qilishga boshladim. 10年的时候去的，那个时候是习武事件之后，在乌鲁木齐到处都是武警，真的 2010 是 yılı 到 idi. 处都 O 是。 çağda 2009 yıldaki 5. yıl vakasından keyinki mezgil idi. Ürümçinin hamma yerini qurolliq saqchilar qaplagan idi. Her bir talla bozoriga kirganingizda somkalarni ichib tekshiratdi. Her bir eshikda qurolliq saqchilar posti turadi. Yana kelib ular to'liq qurollangan qurolliq saqchilar idi. Butkul shaharni saqchi mashinalari qaplagan idi. 军队的那种坦克车呀什么的，包括国道上也是。然后那个时 Hatta 候 harbiylar 一直不断地 ishlatadigan 查我的 tanklarni 护照什么 ko'chalarda 的，就 charlab 感觉 yuradi. 这个西 Ular 方呢 qatnash yo'llarida uchrab turadi. Men piyoda safarim jarayonida uzluksiz holda ularning yo'l to'sib pasport va boshqa hujjatlarimni tekshirishga uchrab turdim. Ana shu chog'da men Xinjiangdagi boshqarish Xitoyning ichkari o'lkalaridan qattiq ekan degan hissiyotga kelgan edim. Kristof Rixak әпәндінің білдірішіше, u mayli 2008 yıldaki piyada safarda bo'lsin, yoki 5. iyul Ürümçi qırğıncılığından keyinki Uyghur diyarı safarda bo'lsin, o'zi yo'liqqan har qandaq bir kishining rayonning siyosiy vaziyatiga munosabatli savollardan o'zini qochirganligini his qilib yetgan. U safarda tanışıp do'st bo'lgan bir Xitoy kishining o'zini Xinjianglik deb ta'riflaganligini, uning yerlikdagi Uyg'urlar va qozoqlarni maqtab bergan bo'lsa-mu, ammo rayonning siyosiy vaziyati haqidagi har qanday temadan o'zini qochirganligini mundaq hikoya qilib berdi. 我在那儿交的一些很好的一些汉族朋友呢，比如说一个叔叔， Mening 他 u 是 yerda nihoyat yaxshi do'st bo'lgan bir qancha Xitoy tanishtirim bor. Masalan, bir tog' yo'lliq do'stimni aytsam, u 50-yillarning oxirida cho'ng sakrab ilgarilashda Xananda yuz bergan ocharchilik sababidan 15 yoshlik bir bola mezgilda Xinjiangga borgan ekan. Uning deyishicha, amaliyotda u o'zining Xinjianglik bo'lganidan faxrlandi ekan. Uning Xinjiangga muhabbati bor ekan. Uningda u yerdagi Uyg'urlar, Tungallarga nisbatan Xitoy o'lkalaridagi
Xitoylardek töven ko'rish tuyg'usi ifodalanmaydi. 他说，维吾尔族人他的饭店呢比较干净一点嘛，比汉族人开的饭店 Men 要干 uning 净 bilan 嘛。 paranglashgan chig'imda u Uyg'urlarning oshpuzularini yaxshi ko'raman. Ular pokiz. Uyg'urlarning oshxonalari Xitoylar ochgan oshxonalardan pokiz deb ta'riflaydi. U yana o'zining do'st tutishda ayrimchilik qilmaydiganligini bildirgan edi. 他会一直绕开那些民族问题。我跟他说，这儿不是有一些民族问题吗？他会说，这些 Ammo 不 uning 方便 bilan 说。 paranglashganimda u doim milliy masalalar haqidagi temalardan o'zini qochiratdi. Men uningga bu yerda milliy masalalar borg'u deganimda u bularni deyish apsiz deydi. Chunki o'zimi qo'rqib qolgandek qiladi. Kristop Rixaq apandi yana Urumchida yuz bergan 5-yil qirg'inchiligidan keyin bu kishi bilan uchrashgan chog'diki va uningdan keyingi bir qancha qitimliq suhbatni aslab mundaq dedi. 他也跟其他的新疆的少数民族一样的，作为一个汉族人呢，不让他住。小县城呢， Keyin u yana o'zi ichkiri o'lkalarda sayohatda bo'lganda uningga Shinjongdagi boshqa millatlarga o'xshashla mehmonxonalarda yotoq berilmaganligini aytib berdi. Uning bildirishicha u garchi Xitoy bo'lsa-mu, ammo kimligida Shinjonglik deb yozilganligi uchun tekshirib, "Kechiring afandim, bizning bu yerda odam to'shib ketdi" deb rad qilingan ekan. 08年也是。 10年也是，12年 Men 也是，我 2008 是 yil, 3次 2010 yil va 2012 yillardagi safarimda uni 3 qatim uchratdim. Birinchi qatim 2008 yilda uchratgan edim. 2010 yili uni ko'rganimdim, uning Shinjong haqida tuyg'usi o'zgarmagan ekan. Uyg'urlarga bo'lgan qarshimi o'zgarmagan ekan. Ammo u har qachon bu temalardan o'zini qochiratdi. Masalan, 2008 yildagi mezgilda u milliy ziddiyat haqida so'zlashni xohlamaydi. Shinjong mustaqilchilari haqida gaplardan, siyosiy temalardan o'zini qochiratdi. 10年的时候，就是75大屠杀之后呢，不会说75大屠杀。 2010 yildan keyin, ya'ni 5-yo'l qirg'inchiligidan keyin 5-yo'l qirg'inchiligi haqida so'z eshitishni xohlamaydi. U menga "Leyki, biz boshqa paranglarni qilishayli. Bu temada so'z echish apsiz" deydi. Chunki u qo'rqatdi. Kristop Rixaqning bildirishicha, u safar jarayonida uchratgan kishilardan mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Tungan yoki Xitoylar bo'lsin, hatto hukumatning soqchi xodimlari bo'lsin, ularning o'zidek chet ellikka yaqinlik qilganligi va ko'ngildagi so'zlarni qilishni orzu qilganligini his qilgan ekan. U bu haqda mundaq dedi. 有的时候会感觉他们很有那种 说话欲望，知道吗？有很多话都已经憋了很久了，觉得好像 Ba'zida men ularning so'zlash istagining shundoq kuchliligini sezaman. Ularning nurg'un so'zlarni uzun muddat ichida saqlaganligini his qilaman. Hammasilar meni shundoq tuyg'uga keltirdi. Xitoylar bo'lsin, Tunganlar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin yoki qozoqlar bo'lsin, qaysi millat kishilari bo'lsin, ularning hammasi bir chet ellikka yurak so'zlarini qilishni xohlaydi. Ular qarmoqqa o'zaro ishonmaydigandek ko'rinadi, ammo ular mening bir germaniyalik sayohat ekanligimni jazmlashtirgan chig'ida bu kishidan xotirjam bo'lsam bo'ladi ekan, ko'nglimdagi gaplarni qilsam bo'lg'udak degan hislarga kelsa kerak deb o'ylayman. U 2010 yildagi Uyg'ur diyori safarda saqchilar tarafidan tutqun qilinib, mehmonxonaga so'langanida uning yeniga o'rinlashtirilgan Wang familiyalik puxroch kiyingan Xitoy saqchi bilan bo'lgan 3 kunlik suhbat haqidagi ta'sirotini mundaq bayon qildi. 那个是10年的事儿。 他们把我抓起来了，把我抓起来之后呢，他们调查几天。 U 2010 yili yuz bergan voqea edi. Ular meni tutib oldi. Meni tutib olgandan keyin mehmonxonaga solab bir qancha kun tekshirdi. Ular men uchun Wang familiyalik bir saqchini o'rinlashtirdi. 最开始我觉得特别恐怖，集权国家。 你被警察抓起来之后呢，因为那个是真的可 Men 怕。 dastlab 我最开始我真的 qo'rqinch 挺 ichida 害怕 qoldim. 那个。 Chunki bir mustabid tuzumdagi davlatda saqchilar tarafidan tutqun qilinish haqiqatan qo'rqinchli edi. Dastlab men haqiqatan u kishidan intayin qo'rqqan edim. 会跟我坐坐，会跟我喝茶，会跟我聊天，会问我一些，哎呀，你去过台湾没有？哎呀，你去过西藏没有？ U har kuni atigan mening uyimga kelib, men bilan choy so'hbat qiladi. Mendan siz Tayvanga borganmi? Siz Shizangga borganmi? Siz Uyg'urcha bilamsiz? Bu yerga nimishga keldingiz? Ota-onangiz nimish qiladi? Siz Jungo tarixini tushunamsiz? Siz bizning raisimiz Mao'ga qanday qaraysiz? degandek savollarni so'raydi. 我那个时候其实我也想着要不要瞒着他，要不要就是 U chaqda men uningga yolg'on gap qilishni o'ylagan edim. Ya'ni men mavzudonni yaxshi ko'raman. Shizang mustaqilchilari bakla razil deb javob berishni o'ylagan edim. Ammo keyin bundaq qilishning hojiyatsizligini his qildim. Bundaq so'zlarga uning ishonishimi notayin edi. U
bundaq dötməməsi idi. 所以说呢，我就跟他说实话，我说我也不知道谁要独立，怎么说呢，也不是我来决定的，但是我还是希望你们可以保留。 Men onunğa rast gepimni qildim. Men onunğa kimning mustaqil bo'lmoqchi ekanligini bilmayman. Bular men qaror beradigan ishlarmi emas. Ammo men sizlarning boshqalarning madaniyatini saqlab qolishinglarni umid qilaman. Hamma yerni soqchilar va qurolli askarlar qoplab ketibdi. Sen u yerga soqchi va askarlarni akirsang, rostla muvofiq emas dedim. Bu kishi mening so'zlarimni anglagandan keyin menga xafa bo'lib ketmadi. So'zlarimni qabul qila olmaydiganligini ifodalamadi. 然后完了之后呢，跟我说了他的一些心里话，说他们家女儿学的钢琴，9岁的孩子很希望他可以学英语，而且希望他们家小孩。O 9 yoshli qizining pianino o'rganayotganligini, qizining yana inglizcha o'rganishini umid qiladiganligini, ham kelgusida qizini chet elga chiqarishni o'ylayotganligini bildirdi. 我就想着啊，原来连你都是这样子。我当时被那个王叔叔那个警察，我跟 Men uçaqda Wang familiyalik Xitoy bilan 3 kun suhbatlashgan edim. U yomon kishidek qilmaydi. Men uningga samimilik bilan Tayvan haqidagi, Tibet haqidagi qarashlarimni aytgan edim. U menga bolasini chet elga chiqarmoqchi bo'lganligini bildirgan edi. Kristof Rihagning bildirishicha, u o'zi yo'liqqan kishilarning bir-biriga deyolmaydigan ba'zi ishki sirlarini o'ziga o'xshash bir chet elliklar deyolganligidan bu davlatdagi mustabid tuzumning kishilarni nobud qilayotganligini his qilgan ekan. 可惜，真的是可惜，就是可惜你的体制是这么一个体制，要不然的话，我觉得整个情况会更好的。 Afsus, haqiqatanmi afsuslanarligi sening tuzuming mushundaq bir tuzum bo'lganligida. Meningcha agar undaq bo'lmaganda bu yerdagi ahvol yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. 怎么说，那些人也是工作而已，是在一个不健康的一个体制下。 U kishilar faqat o'z vazifasini ado qiluvchilar edi. Ular amaliyotda sog'lom bo'lmagan bir tuzum ostida ishlayotganlar, oilasini beqiyotganlar edi. Agar ular boshqa bir jamiyatda yashagan bo'lsa, balkim ular butunlay normal kishilardan bo'lishi mumkin edi. 我的感觉是，应该是不止维吾尔族人，哈族人也是，或者是东乡族其他的族也是。 Mening nazarimda Uyg'urlar emas, qozoqlarmi buning ichida. Dongshan millati va boshqa millatlarmi bor. Ularning hammasi zulm tortayotgan, ko'rayotgan kunimi yaxshi emas kishilar hisoblanadi. His qilishimcha ular cho'qim ma'lum bir millat kishilari bilan cheklanmaydi. Bu mening Xinjiangda dastlab bayqaganlarim edi. 但是我感觉那儿的人呢，其实他们的这种民族之间的那种矛盾，其实没有那么大，没有那种好像。 Shu chaqda his qilishimcha ularning orasida uncha cho'ng milliy ziddiyatmi yo'q edi. Men ularning orasida o'zaro bir-birini kamsitadigan, bir-birini o'ch ko'radigan ahvollarni ko'rmagan edim. Shunga Xinjiang yomon emas ekan degan tuyg'uda bo'lgan edim. U chaqda menga Xitoylarmi, boshqa millatlarmi o'xshashdek bilingan edi. 10年的时候，就是75大屠杀之后 Ammo keyin 呢，就 bularning 感觉好像 hammasi 是。 2010-yili Urumchida yuz bergan 5-yil qirg'inchiligidan 1 yildan keyin biz ko'rgan hukumat tashviqotlarida normal Uyg'urlarning yo'qotilganligini his qilishga boshladim. 那个维吾尔族完全被忽略了，这维吾尔族要么是一些明星， Uyg'urlarning asl obrazi butunlay qayirib qo'yilgan edi. Tashviqotdagi Uyg'urlarning ba'zilari artist cho'lponlar edi. Ular go'zal qizlar, qamlashgan yigitlar edi. Tashviqotlarda Uyg'urlar naqsh aytayotgan yoki usul o'ynayotgan holati ta'riflanadi. 搞切糕的，要么是小偷， yoki so'qmoq sotadigan aldamchi baqqallar va yoki o'g'ri yanchuqchi hatto terrorchi qilib ta'riflanadi. Ammo tashviqotlarda normal Uyg'urlar obrazi ko'rinmaydi. 都觉得好像汉族人、回族人、维吾尔族人、哈族人、藏族人，无论是谁，都觉得好像互相不是特别信任。 Menga bergan ta'sir rayonida Xitoylar, Tungallar, Uyg'urlar yoki qozoqlar bo'lsin, hammasida o'zaro bir-biriga ishonmaydigan vaziyat shakllangan edi. U 2010 yildan keyingi Uyg'ur diyar safarida Xitoylashgan Urumchini ko'rganligini, u yerda sayohatchilar uchun tayyorlangan Uyg'urlar haqidagi ko'rinishning Xitoy hukumatining tashviqot ehtiyojiga asosan yasalganligini his qilganligini bildirdi. 10年7·5事件之后呢，走到了乌鲁木齐，各种到处都是武警，就感觉这整个地方
5 yıl vakasıdan keyin 2010 yılı menip Ürümçiga keldim. Bu çağda hamma joyni qurolliq saqchilar qaplaganligini, hamma joyning xitoylashib ketganligini his qildim. Men temir yo'l idorasi tarafga va cho'ng bozorga bordim. His qilganim hammasida sayohatchilar uchun o'yin qo'yib berishga tayyorlangandek holatni sezdim. U yerda ko'rsatilayotgan madaniyat, urf-odatlarni tabiiy emas edi. Sayohatchilarga ko'rsatish uchun tayyorlangandek tuyg'u beradi. 特别真实的那种我在路上看到的那种维吾尔族 Ulardan yolda görgen Uygurlarning turmuş adetiga faqat o'xshamaydi. Shunga chilliq tuyg'usimi bermaydi. Shunga men butkul Ürümchida Xitoylar ko'p ekan degan tuyg'uda bo'ldim. Bu manzarani ko'rib yurgim og'ridi. Haqiqatanmi ichindim. U ayni chaqda Xitoy hukumati tashviqotlarida Millatlar Ittifoqligi ta'riflansimi, ammo amaliyotda to'rda Uyg'urlar haqidagi uchurlarning qattiq kontrol qilinganligini, kishilarda so'z qilishda ehtiyot qiladigan, millatlar aro ayrimchilik qiladigan, bir-biriga ishonmaydigan, o'zaro bir-birini kamsitadigan kayfiyatni aniq his qilganligini Ürümchida o'zi yo'liqqan ahvollar orqali tuvanligidek bayon qildi. 但是那个时候有2件事情让我比较难忘吧。 我在那边交了一个朋友，一个汉族大叔，他在铁路局那边上班。 Mening u yerda bir Xitoy do'stim bor edi. U temir yo'l idorasi tarafda ishlaydi ekan. U meni samsi yeyishga taklif qildi. Samsxonani bir tungan ochgan ekan. 有一个维吾尔族人的一个小孩叫玛利亚，或者是玛利亚。 Bu yerda Maryam ismli bir Uyg'ur qizchaqni uchratdik. U qiz ota-onasi bilan borgandek qilmaydi. Ammo u tungan xo'jayinning tunishidek yoki do'stining bolasidek qiladi. 他在那玩，然后那个小姑娘唱了一首歌，然后我还录下来了那首歌。 Naqshi bolalar qo'shiqi bo'lib, mazmuni biraylan qo'ygan saqal to'g'risidagidek qiladi. Men u qizchaqning naqshisini unga olib oldim. Esimda qilishcha shu chaqda men uni undidar saloniga yo'lladim. 那首歌在微博被下架了。就虽然是一个维吾尔族 Ammo 的一个小 naqshi 朋友， undidardan o'chirib etildi. Gerçi u bir Uyg'ur qizi, ya'ni 8-9 yoshlardagi bola aytgan naqshi bo'lsa-mu, ammo undidar saloni u naqshini sig'dira olmadi. 那部视频就禁止了，我就特别吃惊，知道吗？就 Bu asar undidardan cheklandi. Bilamsiz, men buningdan bakma hayron qoldim. Mening asli o'ylaganim men tag'a dematlik bir Xitoy do'stim bilan Tunganning oshxonasida tamoq yedik. U yerda bir Uyg'ur qizning naqsini angladik. 本来很符合共产党他的 Bu 那 asli 种所 Kompartiya 谓 tashviqotidagi 56 millat bir oila kishilari degan tashviqotga to'liq uyg'un keladi. Nazarimda buning intayin cho'ng tashviqot qimmatimi bor edi. 共产党他喜欢摆拍，然后我不是摆拍的，我 Ammo 只是到那 Kompartiya 儿的 bo'lsa 随拍。 maxsus o'rinlashtirilgan zakaz filmlarni yaxshi ko'radi. Mening yo'llag'inim bo'lsa undaq maxsus zakaz qilingan film emas edi. Mening yo'llag'inim ko'rganlarimni ixtiyoriy holda sinib elib ishlagan film edi. Shunga Kompartiya uning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ymagan bo'lsa kerak. Men buni bakli yo'lsizlik deb o'yladim. Asli u narsa u yerda turaversa nayt yaxshi bo'ladi. Uning hech kimga ziyni yo'q edi. Chunki u sen bir chetallikka zakaz berib, oldin ola o'rinlashtirilgan ko'rinish bo'lmasdan uning o'zi berib ko'rgan haqiqiy ahvol edi. 乌鲁木齐在75事件之后呢，还有那种场景，不是很好吗？不是应该宣传吗？但是 no， 它不能宣传，因为我不知道是不是我的 Ürümchida 关 5 键 yil 词。 vaqasidan keyin undaq bir manzar bo'lsa, texmi yaxshi emasmidi? Uni tashviq qilish kerak edi-ku. Ammo uning javobi yo'q deganlik bo'ldi. Uningdan boshqa mening film haqidagi izohatimda ishlatilgan Uyg'ur yoki Maryam degan so'zlarning sababidanmi ular uni qabul qila olmadi bo'lg'ay. Men buningga bakla hayron qoldim. Shu chaqda o'ylaganim, hatto shu filmmi cheklangan tursa, Uyg'urlar yana nima ish qila oladi deganlik bo'ldi. Kristop Rixak Efendi sözünü davamlaştırıp, Ürümchining shimol tarafidagi Sanjiga yaqin bir Tungan oshpazolida uchirgan Uyg'ur ayolining bolasining 5-yo'l voqeasida tutqun qilinganligi ustidan qilgan shikoyatiga qarata boshqa bir oz sonliq millatdan bo'lgan er ayolning Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasi uni hayron qoldirganligini bildirdi. 第二个让我难忘的事情是我那个时候在我忘了是在乌鲁木齐北边还是在 Men unutilmagan ikkinchi voqeaga to'xtalay. U Ürümchining shimoliy tarafi yoki Sanjiga yaqin joyi bo'lsa kerak. 2010 yildagi voqea edi. Men bir kichik oshpazolda tamoq yeyotdim.
Aşxanada məndən başqa işgəylan, yəni bir cüp ər ayalma tamaq yeyətqan idi. Aşxana xo'jayini Tungan bolsa kerak. 进来一个老太太，那个老太太呢，用一种我听不懂的一种语言在那儿，感觉好像脾气很 Shu 差 chaqda 的。 aşxanaga bir yaşanğan ayal kirib keldi. Bu ayal men bilelmeydigan bir tilda kayfiyati intayin nachar holda shikoyat qilishga boshladi. U qo'lida bir yosh erning rasmini tutib olgan edi. Bu so'zlab bo'lib ketib qoldi. 完了之后，我问他们这个他刚才他要干嘛？然后那两个人说，哎，她是一个维吾尔族的一个老太太呢，她好像她儿子被抓了或者什么， Men 她 u 在这儿抱怨， bu ayal 就说 kim 为什 ekan, 么 uningga nima bo'pti deb so'radim. Ular menga tushundirib, u bir Uyg'ur momay. Uning bolasi tutqun qilingandek qiladi. U bu yerda shikoyat qilyotidi. U lukchak soqchilar balamni tutib ketdi deydi, dedi. 我说那你们怎么看呢？然后他们说啊，这个是维吾尔族人嘛，他们跟我们不一样，他们一直闹事，我们比较乖，我们不会有事儿的。 Men ulardan sizlar bu ishga qanday qaraysizlar deb so'radim. Bular u chaqda tushuntirish berib, ular Uyg'urlar bizga o'xshamaydi. Ular doim ish chiqardi. Biz nisbatan tinch xalq, ish chiqarmaymiz deb javob berdi. Shu chaqda men hayron qoldim. Ichimda ha, asli mundaq ekan-da deb qo'ydim. 觉得这个维吾尔族人好像是在低于一等，是这个意思吗？ Ularning demoqchi bo'lgani Uyg'urlarni o'zidan yana bir daraja tuvan deb qarashmi qanday? Men hayron qoldim. 再过几年，其实被抓进去的也不只是维吾尔族的，对不对？所以说。 Ammo bir necha yildan keyin Uyg'urlar emas, ularni o'xshashlar tutqun qilinib, lagerlarga solandi. Shu chaqda bu ish menga qattiq ta'sir qildi. Kristop Rihag Efendi sözünü ahırlaştırıp, özü Uyghur diyarda köygen milletler arasındaki özara bir-biriga işenmeslik, kemsitish, hatta yaman görüş keyfiyatının şekillenişi Xitay hükümetini hoşal kıldıganlığını bildirdi. 其实政府挺高兴的，如果有这种民族之间的那种分裂的话呢，那些人不会团结，不会一起面对政府，知道吗？而是会在那忙着他们民族之间的那些矛盾的。那政府就挺爽的。 Bu ahvoldan amaliyotda hukumat intayin xushal bo'ladi. Agar millatlar orasidagi bo'linish bo'lganida u kishilar o'zaro ittifoqlashmaydi. Ular birlikda hukumat qarshi turmaydi. Bilamsiz, u chaqda ular o'zaro milliy ziddiyat to'qinishlari ichida oldirash bo'ladi. Ana shundoq bo'lganda hukumatni aram oladi. Mening his qilganlarim mana shundoq. Kristop Rihag Efendi yana Xitay hükümetinin milletler ara ziddiyat silish tashviqotini kuchaytirish taktikasini mustabid hukmronlarning eng oson boshqarish usuli deb ta'rifladi. U mundaq dedi. 问题是什么？问题是独裁。那么在新疆、在西藏、在内蒙，我们看到的民族矛盾的那种独裁，就是再加横的独裁。 Bu yerdagi masala nima? Masala mustabid hukmronlikning bo'lganida. Xinjiangda, Shizangda, ichki Mo'ng'olda ko'rayotganimiz milliy ziddiyat qo'shilgan mustabid tuzum. O'chmanlik qo'shilgan mustabid tuzum. 不止维吾尔族人，其实我也很心疼汉族人，因为我感觉很多汉族人呢。 Mening faqat Uyg'urlarga emas, Xitoylargami ichim og'riydi. Chunki nurg'unlagan Xitoylar o'zlarining qo'llanayotganligini bilmaydi. 就是共产党希望在新疆有一种民族之间的 Demoqchi 矛盾。 bo'lganim, Kompartiyaning umid qildig'ini Xinjiangda millatlar aro ziddiyatning mavjud bo'lishidir. Tərifləyəngə heç oxşamaydigan yana bir yüzünü kögənligini bildirdi. O 2012-ci il özü kögən Qashqar Uyğurlar haqqındakı təsiratlarını bayan qılıb, o yerdə ən sap, ən aq көңіл Uyğurlarını gördüm dedi. O mundaq dedi. 就感觉北疆他们在那儿，包括维吾尔族的跟我说：“哎呀，南疆啊，你要小心点啊什么的。”其实又不符合事实。就像我上次说的， Shimoliy Xinjiangdagilar albatta Uyg'urlarmi shuning ichida. Menga siz janubga borsangiz diqqat qiling degan edi. Ammo ularning degani men ko'rgan amaliyotga uyg'un kelmadi. Xuddi men ilgari sizga aytganimdek, bu ahvol xuddi har bir joydagi kishilar o'zlarining qo'shnisi yoki boshqa joydagilarni oshirib tasvirlagandek bir ish edi. 感觉比较朴实吧。 Ammo mening his qilganim u yerdagilar texmi sap va oq ko'ngilli kishilar ekan.
一个我很好的一个德国朋友，他在我走到伊宁的时候就过来看我。 Uning bildirishicha, u 2012 yili yoz faslida piyoda mengib G'ulji shahriga borganida Germaniyadan kelgan bir do'sti bilan birlikda poyezdga o'ltirib, avval Urumchiga, andin Qashqar va Xotan shaharlarida 10 kunlik sayohatda bo'lgan ekan. Kristof Rixak apandi Xitoy hukumati cheqayotgan qadimiy Qashqar ko'chalaridagi bir Uyg'ur oshxona xo'jayinining o'zida Uyg'urlar haqidagi yana bir unutilmas aslim qoldirganligini hikoya qildi. U mundaq dedi: 我们在喀什，那个是12年的事儿。我们在老城，那个时候他们正在拆，就是那个时候政府说这个老城好像是 Bizning Qashqarga kelgan vaqtimiz 2012 yil edi. Ular u chaqda Qashqarning qadimiy qurilishlarini cheqiyotgan ekan. Hukumat doiralari shaharning qadimiy qurilishlari bexatar emas, yer tevrashga o'xshash tabiiy ofatlarga bardosh berolmaydi. Shunga qayta qurib chiqish kerak degandek bahonalar bilan hamma joylarini cheqiyotgan ekan. 那个场景真的挺恐怖的，就是真的是到处拆，只有门是原来的，他们会把门。U manzara haqiqatan qo'rqinchli edi. Ular eshik darvozalarni bir tarafga ilib qo'yib, koni qoro joylarni butunlay cheqiyotgan ekan. 那个时候我们在还没有拆除的那 Shu kuni biz tehi cheqilib bo'lmagan qadimiy shahar ko'chalarini aylandik. Bu ko'chalarda odam osonli adishib qoladi. 我们就走啊走啊走，走迷路了，到了一个维吾尔族人开的小店啊，要吃饭嘛，吃面什么的，吃什么炒面什么的，在那坐着吃到。 Biz yo'lda adishib qilib bir Uyg'urning oshxonasiga keldik. U yerda qorimi cho'p edik. Pul to'laydigan chog'da qarasam, yenimda 100 so'mlik puli bor ekan. Parcha pul yo'q edi. U chog'larda tehi bank kartasi yoki telefon orqali pul to'lagul bo'lmaydi. 我就跟那个老板说，这个100你先拿着吧，然后他说不要吧，就是你下次来你再买单吧。 Men xo'jayinga siz bu 100 so'm pulni elib turing dedim. Ammo u olg'ilonmadi. U kelar ketim kelganda hisobot qilsaqmi bo'ladi deb turib oldi. 我说你这样吧，你先拿着，我明天我们再来，然后到时候你还我钱，因为他好像那个零钱他也换不出来，然后他很不好意思的说，好，那好吧，那我先拿着，你明天再来。 Men uning unumigina qaramay siz hozircha bu pulni elib turing, biz atiyani kelayli, siz shu chaqda oshgan pulni qaytarsangizmi bo'ladi dedim. Qaramoqqa uningda qaytargudek parcha pulmi yo'qdek qiladi. Keyin u nihoyat o'ng'aysizlangan holda undaqda bo'ladi, ati yana kelinglar deb biz bilan xo'shlashdi. 第二天呢，我们找不到他的店了。 因为老城 Ammo atsi biz u oshxonani topolmadik. Chunki qadimiy shahar ko'chasida adishib qolgan edik. Boshqa oshpozulga bordik va bu ish shundoq bo'ldi deyishdik. 再过一天我们就找到了，然后到了他的店呢，他特别高兴的，就感觉好像是我们到了一个自己家的那种，看了那种亲戚的那种感觉。 Ammo bir kun o'tgandan keyin yiliq oshxona bizga yana uchirdi. Biz uning oshxonasiga qaytib kirganimizda u intayin xushal bo'lib ketdi. Shu chaqda bizmi o'z uyimizga qaytib kelgandek yiqilliq his qildik. Biz uning shu chaqdagi holatidan bizning qaytib kelganimizdan uning shu qadar xush bo'lib ketganligini his qilgan edik. Kristof Rixak apandining Uzun yo'l nomli safar xotirasida uning Qashqarning qadimiy ko'chalarida bir to'p Uyg'ur bolalar bilan tushgan surati alayda diqqat tortadi. U bu vaqtda to'xtalib, bu bolalarning ayni chog'da cheqilayotgan qadimiy Qashqar ko'chalarida uchirgan Uyg'ur bolaları ekanligini bildirdi. 如果我没有记错的话，就是喀什老城是12年的时候，我跟我那个 bu surat 2012 yili Qashqarning qadimiy ko'chalarida men do'stim bilan aylanib yurgan chaqlarda edi. 然后碰到了那些小孩，其实很多现在的维吾尔族小孩比自己父母懂得汉语懂得多得多。 Biz bolalarga uchrab qoldik. Uçaqlarda Uyg'ur bolalarining zo'r ko'p qismi ota-onalarga qaraganda Xitoy tilini yaxshi so'zlaydi. Ular Xitoycha o'rtaq tilni ba'zi Xitoy bolalaridan to'g'ri talaffuz qiladi. Shunga mening Qashqardagi bir shaharda ular bilan aloqa qilishim to'salg'iga uchirmaydi. 但是他们还是很高兴，我跟他们说一句雅什姆斯所说的 rahmat， 我说 harsh， 他们很喜欢所以说我跟他们交流，我感觉还是很有那种热心的那种感觉。 Ammo men ularga Uyg'urcha yaxshimisiz, rahmat, xayri xo'sh degandek so'zlarni qilganimda, ularning shu qadar xo'sh bo'lib ketganligini his qildim. Men ular bilan paranglashganimda yurakni illatadigan yiqilliq tuyg'usini his qilatdim.
Uning bildirishicha, u shu chaqda so'zlagan bir qancha ig'iz Uyg'ur so'zdan keyin bu bolalar uning bilan qizg'in suhbatda bo'lgan. Balalarning uningga nisbatan yaqinligi va amroqligini ifodalashi uningda Uyg'urlar haqida yana bir go'zal aslim qoldirgan. Uningda Uyg'urlarni texmi yaqindan tushunish istigini qo'zg'ab, uning xotirasida Uyg'urlarga nisbatan Xitoy tashviqotlariga o'xshamaydigan ijobiy qarashlarni texmi kuchaytgan ekan. U safar jarayonida o'zi yo'liqqan Uyg'urlar va boshqa xalqlardan his qilgan ta'sirotini bayon qilib, Uyg'urlarni o'z ichiga olgan nurg'un kishilarning ularga xushmuomala qilgan va ularning tilida so'zlagan kishiga alayda yaqinlik qiladigan xarakterini tunib yetganligini bildirdi. 知道吗？我一直觉得好像包括维吾尔族人，包括其他的，包括汉族人、藏族人，比如说中亚的某一个乌兹别克斯坦人或者是伊朗人，如果你作为一个外国人，作为一个游客，如果你带着微笑对他用他的母语说一声你好，他就高兴了。 Bilemsiz, men üzlüksüz şundaq bir tuyg'uda bo'laman. Mayli Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqa xalqlar bo'lsin, mayli Xitoylar yoki Tibetlar bo'lsin, mayli O'rta Osiyodagi o'zbeklar bo'lsin yoki Ironliklar bo'lsin, siz bir chet ellik sayohatchi bo'lish sifatingiz bilan kulimsirab turib, uning ona tilida uningga yaxshimisiz desangizlar, u xushal bo'ladi. 比如说我在新疆，我会说 yaxshimisiz， 他就觉得哎。 你认可了我的身份，而且你努力了，他就会觉得，哎，这个游客不错。然后接下来， Ben Şinjan'da Uyg'urcha yaxshimisiz desam, ular sen meni itiraf qilding, tirishchanlik ko'rsatding degan tonishga keladi ekan. Bu sayohatchimi uningga yaxshi ta'sirot qoldirdi ekan. Uningdan keyin men uningga kechiring, men Uyg'urcha bilmayman deganimda u buni to'g'ri tushundi ekan. Chunki bir insonning hamma tillarni bilishi mumkin emas-da. Qashqar haqidagi go'zal aslimalarning o'zida Uyg'urlar va Uyg'ur diyori haqida ko'plagan unutilmas ta'sirotni qoldirganligini bildirgan Kristof Rixak apandi yana Xitoy hukumatining Qashqardek bir qadimiy shaharni chiqishini va bu shaharni o'zgartirib o'tishini qabul qila olmaydiganligini bildirdi. 纯粹作为一个游客的话，我觉得政府正在毁一个旅游景点。看着，我觉得你中国政府，你正在毁你自己的一个资源。 vayron qilinishi bo'lib, sayohatchilar uchun emas, balki Xitoy hukumatining o'zi uchunmi bir tabiiy sayohat nuqtasining vayron qilinishi va bir o'zgacha madaniyatning yo'qotilishi ekan. Көргінді болсын, яки Сайрам көліні бойлап маңған пияды сәпірді болсын, вә яки Ғулжы шәріні кәзген чағылырды болсын, өзі көрішіні арзу қылған, әследікі ili diyarını əsla körəlməyənligini bildirdi. O özünün Ғулжыға kiriş səpirini mundaq bayan qıldı. 我是从赛里木湖那边不是有一个 Men Sayram Kölü tarafdaki Almazarlıqdaki çoğun kövrükten düşüp janubga mangdım. 到了66团 Andın 66. polukka keldim. U yer Bingtuan'ga taba ekan. 伊犁那个城市 Andın Ғulжы shahriga kirdim. U yerda bir mezgil turgandan keyin shimolga menib Qorg'asga keldim. 我没有到过什么那种特别有原始的那种维吾尔族人的那种 Bu jarayonda menga an'anaviy asli holda saqlangan Uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylar uchramadi. 感觉，大部分我觉得汉化的挺厉害的。 His qilganim zo'r ko'p qism joylar ig'ir darajada xitoylashgan ekan. 哎，有一个小村庄比较有那种原始的那种维吾尔族人的那种感觉。 Albatta bir kichik kanitni ko'rdim. U yerda Uyg'urlarning an'anaviy mahallasidagidek to'yg'i beradi. Ammo ismi esimda qolmabdi. Menga yana milliycha uslubdagi mehmonxonalarni uchirdi. 因为伊犁对我来说，它代表着夜宵。 İlin əsliginimdə o yerdəki keçilik bazarlar esimə kelidi. Ғulжы şəhərdə keçilləri ta ki yerim keçigiçə keçlik bazarlar davam qılatdı. 就是各种烧烤啊，各种面呐。 Çoğkövrükün astidagi keçilik bazarda har xil kavoblar va turli un yemekleri setilatdi. Kayfiyat nayt qizg'in edi. Men doim keçilleri chiqib u joylarda tamoq yeyishni bak yaxshi ko'rgan edim. 在这个伊宁，您说就是2012年您去过伊宁。伊宁 Uningdan siz 2012-yili ili diyarıga barganligingizni aytdingiz. Siz Ғulжы shahrini piyoda aylanib ko'rdingizmi deb so'radik. U buningga mundaq javob berdi. 对啊，当然了，我是穿过了，就是步行走到伊宁市中心，是这样的。 Shundaq.
Men u shaharni kesib o'tdim. Men piyoda mengib toki G'ulji shahar markazigacha bordim. 那在伊犁，您去过维吾尔族人居住的这个胡同或者乡下？ Uningdan yana undaq siz G'uljidagi Uyg'ur mahallalariga yoki yezilarga bordingizmi? Ya'ni Jiluz nahiyasidagi joylarga bordingizmi deb so'rdik. U mundaq dedi. 叫归家是不是？然后在伊犁我很少发现那种类似于老城的那种或者胡同的那种地方。 G'uljin deysiz, shundaqmi? Men G'uljida Koni shahar qiyofatini aks ettiradigan Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahallalarni intayin az uchratdim. 我听说那儿有一些本来俄罗斯 Esimda qilishcha, men ilgari u yerda ruslar turgan uylar bor deb anglagan edim. Shunga maxsus rus basonida silingan uylar va binolarni izlagan edim. 但是找不到，就感觉整个伊犁都已经现代化了，或者是所谓现 Ammo 代化。 topolmadim. Es qilganim butkul G'ulji shahrining zamonaviylashgan shahar holati yoki atalmish zamonaviylashgan Xitoylashib ketgan qiyofati bo'ldi. 还有一件事情，我在伊犁剪头发，那个时候12年的时候， To'g'ri, yana bir ish bor. Men G'uljida chechimni yostish uchun Uyg'urlar ochgan bir satrashxonaga bordim. 然后他们给我剃 Ular u 胡子 yerda 呀 soqollarimni ilib chechimni tushirib qo'ydi. Mulozimati nihoyat yaxshi edi, ammo ular bilan paranglashib, texmi yaqinlashish fursati bo'lmadi. 我不知道是我自己没有找对地方，但是伊犁我挺喜欢那个地 Men 方。 ba'zida men u yerda o'zim to'g'ri joylarni topolmadimmi deb o'ylab qolaman. Ammo yanala G'uljini intayin yaxshi ko'rdim desam bo'ladi. 伊犁，你认识到了没有当地的人，比如说维吾尔族人 Uningdan 或者 siz G'uljida yerliklar bilan tanishdingizmi? Ya'ni yerlik Uyg'urlar yoki qozoqlar bilan bo'lgan munosabatingiz qanday deb so'rdik. U buningga mundaq javob berdi. 我当时认识了一个维吾尔族的一个叔叔。 Ha, men u chaqda bir taqdimatlik Uyg'ur bilan tanishdim. 我那个时候完全忙着我的 U 旅行的 chaqlarda 那些 men 准备 butunlay safar tayyorliklarim bilan aldirash edim. Ya'ni men Xitoydan ayrilish oldida turatdim. 因为我的那个拉拉车，我要存在一个地方。 Men safarda ishlatgan qo'l arvini cho'qim bir yerga omonat qo'yib qo'yishim kerak edi. Harvi bilan chegaradan o'tishga bo'lmaydi. Shunga harvini bir joyda saqlab qo'yishim kerak edi. 开工厂的那个叔叔是另外一个内地的一个汉族人给我介绍的。 Bu Uyg'ur tag'amning bir shaxsiy zavodi bor ekan. Holbuki u kishini ichki o'lkalardagi bir Xitoy tanishim menga tanishtirgan edi. 但是我跟他交往也不多，就是问他，哎，可不可以把我的那个拉拉车放在你那儿呢？然后就 Vaqtim qis bo'lg'achqa bu Uyg'ur tag'am bilan ko'proq aloqada bo'lish fursatimmi bo'lmadi. Men uningdan faqat men qo'l arvamni bu yerga qo'yib qo'ysam bo'lamdi deb so'radim. U mu bo'ladiganligini aytdi. Men hech ikkilanmasdan qo'l arvamni uningga omonat qo'ydim. 感觉那个人还不错。 Ko'nglimda u odamning yaxshi kishi ekanligini his qilgan edim. Kirstop Rihaq apandi suhbatimiz oxirida o'zining G'ulji haqidagi ta'sirotini mundaq so'zlar bilan oxirlashtirdi. 伊犁我很喜欢，虽然它汉化的厉害，但是我挺喜欢那边的气氛。 Ilini men yanil nihoyat yaxshi ko'rdim. Garchi bu joyda xitoylashish ahvoli ig'ir bo'lsa-mu, ammo men u yerni yaxshi ko'rib qolgan edim. Öməkləri yoki sayohat yetakchilariga qo'shilmay, o'zi yolg'iz sayohat qilish yo'lini tanlagan. U bu haqda mundaq dedi. 因为我一般不会请导游，所以说呢，其实有的时候我觉得，比如说博物馆，我还是挺愿意的，请导游，因为我不懂。但是光 Men 整 odatda 一 sayohat 个 yetakchisi 城市，比如说喀什 qilmayman. 老 Ammo 城、 muzey 上 xonalarga kirganimda o'zim bilmaydigan narsalar haqida maxsus xodimning tushuntirishini anglashni albatta xohlayman. Odatda biror shaharni ziyorat qilgan chog'imda, bo'libmi qadimiy Qashqar shahrini ziyorat qilganimda, sayohat yetakchisining menga yo'l boshlashini aslo xohlamadim. Adashib qolsammi mayli dedim. Chunki men uchun adashib qilishning o'zi bir xushallik tuyg'usi beradi. Chunki siz adashib qolgan chog'ingizda Qashqarning kishilarni adashtirib qo'yg'idak sehriy kuchini va sirliqligini his qildikansiz. Mana bu tuyg'u meni rohatlantiradi. Kirstop Rihaq apandining bildirishicha, uning sayohat yetakchisi taklif qilmasligiga sabab bo'lgan omillarning biri Xitoy hukumati tashviqotlaridagi Uyg'urlar obrazi uningga chinlik tuyg'usi bermagan. Shuning uchun u Uyg'urlar va ularning haqiqiy turmush ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z tuyg'usi bilan his qilishni istagan ekan. U mundaq dedi. 就好像是
刻板印象当中呢，维吾尔族人就是骑马的，或者是骑骆驼的，或者是放羊的，或者是跳舞的，或者是恐怖分子。Ularning tashviqotida Uyg'urlar ot mingan, tugi mingan va yoki qo'y beqiyotgan holatda tasvirlangan. Ba'zilarida uslo o'ynab naqsh aytayotgan qilib tasvirlansa, yana ba'zilarida terrorchi unsurlar qilib tasvirlangan. Siz bu xil tashviqotlarda siyosiy tashviqot tusidan boshqa tasvirlarni ko'rmaysiz. Ularning tashviqotida kompyuter yasay oladigan va boshqa kasblar bilan shug'ullana oladigan Uyg'urlarni ko'rolmaysiz. Chunki ularning tashviqotida hech qachon haqiqiy Uyg'urlar obrazi aks etmaydi. Siz ko'rgan podachilar shimlarini kiyib xizmat ketayotgan Uyg'urlarni bu xil tashviqotlarda ko'rolmaysiz. U yana 2008-yili Urumchiga borgan chog'ida Uyg'urlarning o'zlari ishlab chiqargan Zamzam kola markalik ichimlikini to'limi yoqtirganligini bildirib, ammo bu xil Uyg'urlar obrazini hukumat tashviqotlarida ko'rgili bo'lmaydiganligini mundaq bayon qildi. 我当时我在新疆，我很喜欢喝那个，我不知道你知不知道 Zamzam。 Bilemsiz, men Şinjan'da çıkımda Zamzam kola deb atıldıgan yerlik içimlikni intayin yaktırıp içtim. Bu içimlik 2008 yıllarda var idi. Bu içimlik tami intayin yaxşı zamanıvi içimlik idi. Benim demekçi bolğunum eyni çağda men Zamzam kolani intayin yaktırgan idim. Men bu içimlikning ilanını mı körgen idim. Onun da koç usulü oynayatkan ve koştuğu urgup durgan Uygur balalarının sürütü var idi. Ama bu xil Uygurlar obrazımı ulanın hükümet teşvikatlarında yok idi. 各种各样的嘛，我在一些小村庄，比如说我刚才说的这个 Tuyuk， 对，就是一些依靠着旅游。 Safar jarayonida men har xil kishilarni ko'rdim. Kichik kentlarga bordim. Masalan, Turpandagi Tuyuqqa borganimda u yerda sayohatga tayinib pul tepayotgan Uyg'urlarni ko'rdim. Shingshingsha yana Arı Yulduzda Qumulluq Abduvali ismli foto surat tortishga havas qildigan Uyg'ur qatnash soqchisi bilan tanishdim. Kuytunda tutgan qilinganimda menga qabiy muomalada bo'lgan yuqori darajalik Uyg'ur soqchi ofitserni ko'rdim. Keyin yana boshqalar bilan tanishdim. Ular har xil kishilar edi. Chunki men yo'lda nimalarni ko'rsam, kimni ko'rsam, shuning bilan tanishdim. Ammo bu jarayonda men maxsus ularni o'zim izlab bormadim yoki bu safarim maxsus o'rinlashtirishga asosan bo'lmadi. 您在您的那些节目中说过，您从来不喜欢导游。 Sizning Uyg'ur diyardagi ziyoratingizda sayohat yetakchilarini taklif qilmasligingizga sayohat yetakchilarining haqiqiy salohiyati haqidagi gumoniy tuyg'ularingiz sabab bo'ldimi degan savolimizga mundaq javob berdi. 我没有想过这个。我也不知道是不是中国每一个地区都是一样的，就是新疆我能够想象，可能因为他们认为 Ayni chog'da buni o'ylamagan ekanman. Men bu jihatda Xitoydagi hamma rayonning ahvoli o'xshashmi, bunimi bilmayman. Ammo Xinjiangni tasavvur qilganimda ular u joyni bir qator sezguri joy deb qarash kerak. Shunga ular bu joyda bir qator alohida sayohat yetakchilarini o'rinlashtirishi mumkin. Ularning salohiyati ko'p tarafli bo'lsa kerak. Ular bir tarafdan sayohat yetakchisi bo'lib, yana bir tarafdan sizni nazorat qilishi mumkin. Uning bildirishicha, u bir chatallik bo'lishdek salohiyati sababidan Uyg'ur diyardagi piyoda safarda rayondagi soqchi doiralarining tutqun qilishi va so'roq qilishiga uchirgan. Shu chaqda u yana soqchilarning uning har bir harakatini yoshirincha nazorat qilganligini his qilgan. U bu ahvollarni mundaq bayon qildi. 那个时候我还真的觉得，哎，我被抓了，他们把我关在这个宾馆里面呢，他们肯定看着，不看怎么办？ Shu chaqda men ular tarafidan tutqun qilindim. Ular meni mehmonxonaga qamab qo'yganda cho'qim meni kuzatib turdi deb o'yladim. Ammo men ularning ruxsati bilan narsa kerak setilish uchun sirtlarga chiqdim. Oshpuzullarga tomoq yegili bordim. Qaramoqqa menga agishib olgan odamni ko'rinmaydi. Ammo aniq holda meni kuzatayotgan birining borligini his qilatdim. Kristop Rixak apandining bildirishicha, u Uyg'ur diyardagi piyoda safarda nazorat va taqiq qilishlarga davomli uchirgan. Ammo bu jarayonda u o'zini tamkin tutgan va ko'p o'ylamaslikka tirishgan. 但是作为一个德国人呢，就
不知道有一种天生的一种 Bir 安全 Germaniyalik 感吧。 bo'lish 就我 suhbatim 一直 bilan menda 一直觉 tabiiy 得， holda 哎呀， bir xil bexatarlik tuyg'usi bor edi. Men ko'nglimda, ha, meni kuzatib turgan tag'amda balkim menga nisbatan bir xil qiziqish tuyg'usi bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Chunki men azaldan bak ko'p o'ylab o'zimga besim qilib bilishni xohlamaydim. Shunga safarimni yanada davom qilatdim. Kristof Rixak әпәндінің білдірішіше, оның Uyghur diyardagi bir qancha qitimliq safari, uningda Uyg'urlar va boshqa yerli xalqlar haqida unutilmas eslimalarni qoldirgan. Albuki u 2017 yildan keyin millionlagan Uyg'urlarning tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamilishini asla qabul qila olmagan. U bu vaqtda mundaq dedi. 我觉得那些所谓在教育营或者是集中营它没有什么可说的，它只是反人类，就这样。 Mening qarshimcha atalmış qayta tarbiyalash markazlari yoki yig'ib olish lagerlari shak shubhasizki insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Xinjiangda nurg'un kishilar xotirjam yashashni umid qiladi. Mayli Uyg'urlar bo'lsin, mayli qozoqlar bo'lsin yoki Xitoylar bo'lsin, hammasi shunday. 100万以上的人。 其实没有什么可说的，就是怎么可能会有那么多恐怖分子或者是需要被教育？ Bu yerda milliondan ortiq kishi tutqun qilindi. Buningga gap ketmaydi. Nadimi shuncha ko'p terrorchilar yoki qayta tarbiyalanishga tegishli kishilar bo'lsin, yana kelib bu xil qayta tarbiyalashning unumi bormi? Buningga qarta mening deydiganim, sen qo'rqitish orqali bir joyni idora qilmoqchi. Aksicha ichidan urg'ib chiqqan uzun muddatlik o'chmanlikni paydo qilasan. 我是觉得挺恐怖的，但是中国政府真的是 Men buni bak qo'rqinchli ahvol deb qarayman. Ammo Xitoy hukumatı boshdan oxir bu xil zo'ravonlikni davom qilyotadi. Uning har qanday ishga nisbatan birinchi inkosi zo'ravonlik orqali bostirish. Kristof Rixak әпәнди 2016 yılı Uyghur diyardagi oxirgi safardan keyin Uyghur diyarida yana ziyoratda bo'la olmagan. Ammo u har xil kanallar orqali ilgari safar jarayonida tanishgan ba'zi do'stlarining tutqun qilinib, lagerlarga qamalganligidan xabar topgandan keyin YouTube, Twitter qatorliq ijtimoiy aloqa munbarlarida ular uchun guvohlik bergan. U yana Xitoy hukumatining Uyghur diyaridagi bostirish siyosatini ayblaydigan yo'llanmalarni uzluksiz e'lon qilib turgan 您反对中国政府做的这些事的时候，您没有想到 bu faaliyetleriniz sababli Xitoy hukumatining qora tizimligiga kirib kelishdan ansirmadingizmi deb so'raganimizda u mundaq dedi. 另外，中国政府会不会把我放到一个黑名单？我觉得可能会吧，但是我不能作为一个外国人发声。 Undan boshqa Xitoy hukumati meni qora tizimlikka kirgizib o'tamdi deganda, albatta shunday qilishi mumkin. Ammo mening o'ylaydiganim, men bir chet ellik turib inkos qaytara olmasam, u yerdagi ahvollarni kuzata olmasam, deyishga petin olmasam, u holda Xitoy fuqarolaridan mayli u qaysi millat bo'lsin, ulardan u ishga inkos qaytarishni, u yerdagi ahvollarga diqqat qilishni talab qilish haqqim bo'lmaydi albatta. 我自己有外国护照，而且我身在国外，而且我在国内没有家人，所以说中国政府在我身上没有什么把柄，他不能对我怎么样。 Mening chet el pasportim bor. Men chet elda tug'ilgan biri. Mening Xitoy davlati ichida oilam yoki urug' tuqqanlarim yo'q. Shunga Xitoy hukumatiga bahona bo'lgudek ojizligim yo'q. Shunga ular meni hech nima qila olmaydi. 他不给我发签证了呗，他不让我去了，或者是他在 Ularning qila oladiganini menga qayta viza bermasligi, meni borg'izmasligi yoki tor dunyosida meni qaralishi mumkin. Unda qilsa mayli, men buni qabul qilaman. 反正我觉得我不能胆小在这个问题上，对不对？要不然的话，一个在中国还有家人的一个中国人呢，他怎么可 Ishqilib men 能 bu 敢于 masalada 发声？ qo'rqinchaqlik qilsam bo'lmaydi deb qarayman. Chunki men mo inkos qaytara olmasam, u holda Xitoy davlatida oilasi bor biraylar qandaqmi bu ishlarga inkos qaytara olsin?